Uydan chiqish duosi degan zikr bor. Shuni qilish kerak. Bismillahi va tavakkaltu alallohi va la havla va la quwwata illa billahi. Bismillahi va tavakkaltu alallohi va la havla va la quwwata illa billahi. Allohning ismi bilan chiqaman yoki chiqmoqdaman. Allohning o'ziga tavakkul qildim. Allohning o'zidan boshqada na quvvat bor, na imkon bor. Hammasi Allohdan degan gap. Bu ham dunyodagi eng go'zal gap. Eng chiroyli gap. Uydan chiqishda odam bolasi aytishi mumkin bo'lgan gaplarning eng mukammali shu. Boshqasi bo'lishi mumkin emas. Endi o'shani banda aytdi. Orqasida nima? Shunda o'sha bandaga aytilar ekanki, hudita va kufita va vuqita. Shu gapni aytding, hidoyat qilinding, kifoyat qilinding, himoyat qilinding. Shu, Allohning ismidan chiqding, Allohga tavakkal qilding, hamma kuch, quvvat, imkon Allohning o'zida ekanligini tan olding, endi sen hidoyatdasan. Hamma narsaning kifoyasi bo'ldi. Va hamma yomonliklardan saqlanding.